Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari, kuzatuvchilari, sizlar bilan yana men. Navbatdagi suhbatimiz ochlik va allergiya. Buni qanday ahamiyati bor? Mana ro'za-oyi Ramazon oyida turibmiz. Shu oyda mana ochlik ko'proq. Oldingi videoda bir aytdik. Bu ochlik masalasida, ya'ni ro'zaning ahamiyati juda ham katta ekanligini. Endi ochlik masalasida yana bir narsa aytaman. Bo'lgan voqeadan misol keltirib gapirib beraman sizga. Menga kelgan bemorlardan bittasi Sirdaryodan kelgan, ismlarini aytishim shart emas. Shu tavsiyalarni olib, to'g'ri ovqatlanishlarni yaxshilab tushunib, Norbekov sog'lomlashtirish kurslariga qatnashgandan keyin 3 oylik tavsiyani olib uyga ketdi. 3 oydan keyin kelyapti-da, menga shunda chiroyli bir juda ham mamnuniyat bilan, doktor, juda ham katta natija bo'ldi. Mana nafas qismay qo'ydi, yo'talmay qo'ydim. Juda ham yengilman. Faqat men yana bir yangi narsani qo'shdim. Nima ekan? Ayting, nimani qo'shdingiz deb so'rasam, ochlik dedi. Bir sutka hech narsani yemasdan buni shuni qilsa bo'lar ekan, zo'r bo'lar ekan. Men qo'llab ko'rdim. Juda ham natija yuqori bo'ldi deb menga aytgandan keyin buni men bilar edim, lekin bemorlarga bu og'irlik qiladi deb hech qachon ochlik to'g'risida gapirmagan edim. Polbrekni shunaqa ochlik bilan davolash tavsiyalari bor. Bu to'g'risida mana bir sutka, eng kamida bir sutka hech narsa yeyilmaydi, faqat suv ichiladi. Faqat suv ichiladi. Qorni och qolganda suv ichiladi. Ana shu bilan haftani bir kunini belgilashingiz mumkin. Xohlasangiz, agar sabringiz chidasa 2 kunda ham belgilashingiz mumkin. Mana bu hozir ro'za paytida ro'za tutganingiz o'shalarni o'rnini bemalol qoplay oladi. Bu ham bitta narsa. Endi men dadamga 23 kun hech narsa bermaganman. Ochlik, faqat destillangan suv ichganlar. Andijonda bir opamiz bor. Buni tarixi juda ham ajoyib. O'zlari tug'ma yurak parogi bilan tug'ilgan. Hattoki turmushga chiqishga doktorlar ruxsat berishmagan. Agarda turmushga chiqadigan bo'lsangiz ham tug'ish mumkin emas. Shuni e'tiborga olib qo'yasiz deb taqiq qo'yishgan. Lekin bu inson o'zini ustida juda ham zo'r ishlagan. Polbrek, Malaxovning urinoterapiyasi, bularni hammasini mujassamlashtirib o'ziga bir davolash dasturi tayyorlagan. Men o'sha o'qib yurgan paytlarimda buni ko'rib qoldim, eshitib qoldimda qiziqdim bu masalada ham. Bitta qorong'i, ya'ni bitta alohida uyga bemor o'zi borib o'shaga joylashadi. Tashqi muhitdan umuman uziladi. Ya'ni u odamlarni ko'rmaslik kerak. Bu birinchi. Hech qanday oziq-ovqatni ko'rmaslik kerak. Bu ikkinchi. Oziq-ovqatni hattoki yaqiniga ham bormaslik kerak. U faqat destillangan suv ichadi. Mana shu narsani bilib turib, men keyin yana qiziqib ko'rganimda shu opamiz tug'ma yurak parogidan nafaqat xalos bo'lib, balki turmushga chiqib, 3 ta farzandli bo'lib, hozir menimcha o'sha nevaralari ham bor hozir. Shunaqa darajaga yetishgan. Shunga qiziqqan holatda dadamda bordim. Olib borib, alohida o'zim yashab turgan kvartirani bitta xonasini alohida bo'shatib, bu yerda ochlik bilan davoladik. Qoidasi o'sha tartib, hech qanaqa ovqat yemaydi, yeyish naryoqda tursin, даже ko'rmaslik kerak. Hech qanaqa meva yoki oziq-ovqat mahsulotini ko'rmaslik kerak. Qoidasi shunday. Faqat destillangan suv, faqat manaqa filtrlangan suvlar ham bo'lmaydi. Uni tarkibida mineral ham bo'lmaslik kerak. Tana faqat tozalanishga qarab ketadi. Bu o'sha Polbrek, Malaxovni, yana boshqa olimlarning nimasidan olingan shunaqa bir davolash uslubi bu. Keyin vaqt rosa 23 kunga bo'ldi. Dadamda juda ham gavdalari katta, qorinlari bor edi. Juda ham ozib ketishdi. Endi ozib ketadi albatta. Lekin bu yerda urinoterapiya degan narsasi ham bor. 7 yoshgacha bo'lgan bolani siydigini yig'ib olinadi. Men nima qilganman o'sha paytda bog'chaga shu baklashga berib, siydiklarini yig'dirib, 4 litr siydikni 1 litr qolgungacha qaynatib turib, o'sha 1 litr qolgan nima bilan har kuni bir mahal
где-то taxminan hozir eslasam bir haftacha klizma qilganman. Kun orada 2-3 kunda bir shu klizma qilingan. Klizma qilinganda ichkaridan tushgan haligi nimani hozir tasavvur qilib sizga aytib bera olmayman. Qop-qora ajoyib bir shlaklar tushgan. Mana shu narsalardan keyin tozalanib, ozib, endi dadamni nima uchun bunga olib borganman, oldin aytib o'tish kerak edi, buni oxirida aytyapman. Chov sohalarida epidermofitiya bilan neyrodermit birgalikda shu narsa bezovta qilar edi. Bu juda ko'p yillar davomida bezovta qilib kelgan edi. Shuning uchun biz ochlik bilan davolab ko'rishga dadamni ko'ndirganman. Mana shu masalada biz davom etib bordik. Keyinchalik buni ham ochlikda ham o'ziga yarasha undan keyingi dieta parhezlari bor, ya'ni qanday ovqatlanish tartiblari bor. Bularga amal qila olmaganimizdan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin yana o'sha tana vaznlari yana o'zini joyiga keldi, yana o'sha qichishishlar boshlandi. Lekin buni biz uchun yana bitta dastur bo'lib qoldiki, ochlik bilan davolashni ahamiyati, uni ustida yana ishlasak, mana bu keyingi dasturlar kelib chiqishi bizga juda ham qulay bo'ldi mana shu masalalar ichida. Endi yana eshitganman, Samarqandda, Kattaqo'rg'on tumanida ochlik bilan davolaydigan bitta maskan bor. Shu yerda bu maskan shundayki, u yerda malham berishadi, faqat och qolishadi. Buni ham ahamiyati juda ham katta. Ko'pchilik so'raydi mendan, shuni nima deb aytasiz? Shunga borsak bo'ladimi? Yoki shunga bordik, foydalandik, natija bo'ldi, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana qaytaolandi degan shunaqa bizga murojaatlar bo'ladi. Mana shu murojaatlarning ichida bitta u yerda kamchiligi, ya'ni ochlik bilan davolashda ikkalasida ham kamchiligini keyinchalik o'rganib chiqqanimizda to'g'ri ovqatlanishni uni tartibiga amal qilishmas ekan. Shuni hisobiga bu narsa yana qaytaolanishga qarab boraverar ekan. Ochlik bilan davolash allergiyani yo'q qilishda juda ham katta ahamiyatga ega. Shuni e'tiborga olib qo'yasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bu masalada biz chuqurroq agar kimgadir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasiz. Biz sizga to'liq ma'lumotni beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.